Parfyumlarga keladigan bo'lsak, men Faberlic parfyumlarni sizlarga tavsiya qilaman. Bosh og'ritmaydi va yoningizdagi inson behuzur bo'lmaydi. Artefakt atiri juda ham nozik didli erkaklarga tavsiya qilinadi. Lancelot esa derskiy erkaklarga mos keladi. Mujik erkaklarga. Kairos atiri karamelniy hid, bu vobshe zo'r ko'rinib turibdi. Viqorli erkaklarga tavsiya qilinadi bu. Sanzana atirini gap bo'lishi mumkin emas, jungli o'rmonlarni eslatadi. Jumaboyi o'rtoqlari sepadi desam, yo'q, hazillashdim. Bu atir vobshe nomer 1 udar. Hidi shunaqa zo'r, Unix qilib ishlatsa ham bo'ladi. To'g'risini aytsam, meni o'zimga ham yoqadi. Bir marta sepganimda, kiyimimga sepgan ekanman. Keyinga olib kiyayotganda shunaqa hidiga mast bo'lganman. Orqalardan ayol ergashtirishni xohlasanglar, mana shu atirni tavsiya qilaman. Haqiqiy mujskoy ifor. Men doim mana shu atirni sotganimda haqiqiy mujskoy ifor deb sotaman. Haqiqatda shunaqa favorit atirimiz. Juda ham yoqimli, rangidan ko'rinib turibdi, miyatniroq hid keladi va o'ta darajada o'tkir. Bitta hidlab ko'rgan odam, probnikini hidlab ko'rgan erkaklarimiz, ayollarimiz sirraz olishadi va men sizlarga buni tavsiya qilaman. Haqiqiy mujskoy ifor. Keyingisi esa legend. Shirin hidni yaxshi ko'radigan erkaklar bo'ladi. Mana shu atir aynan o'sha shirin hidni yaxshi ko'radigan erkaklar uchun va o'ta darajada stoykiyligi bilan bu atir ko'pchilik erkak va ayollarimizga yoqadi. Va bu atirni yana aytib qo'yay, yoninglardagi ayolinglarga yoqadigan hid bo'lgani uchun sizlarga tavsiya qilaman.